Dushanbe shahrida notijorat tashkilotlar vakilligi bo'lgan Tojikiston Respublikasidagi Yevrosiyo ilmiy tadqiqot institutining rivojlanish fondi tomonidan tashkil qilingan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiyasi, voqeliklar va istiqbollar mavzusida yumaloq stol atrofida suhbat bo'lib o'tdi. Bu tadbir Tojikiston Respublikasidagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasining qo'llab-quvvatlashi ostida tashkil etildi. Bu haqda 2016-yil 22 noyabrda Xovar matbuot agentligi xabar berdi. Yumaloq stol atrofida Dushanbega vakil qilingan mutaxassislar va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar elchixonalari vakillari hamda davlat organlari xodimlari, nodavlat tashkilotlar va ishbilarmonlar doiralari vakillari uyushdilar. Ushbu yilning oxirlarida Tojikistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish uchun ariza berishligi oldindan kutilgan edi. Bu haqda yoz faslining boshlarida Rossiya Davlat dumasining deputati Leonid Slutsky umid va ishonch bilan shunday degan edi. O'ylaymanki, yanagi yilda Dushanbe o'z istagini bayon qiladi, chunki Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi boshqa davlatlardan ko'ra bu narsaga ko'proq intilayotgan davlatdir. Lekin bu narsa yuz bermadi. Shundan so'ng Rossiya Tojikistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qilish uchun rag'batlantirish yo'liga o'tdi. Buning uchun Rossiya quyidagi chora-tadbirlarni qo'lladi. 21 noyabrda Ma'ruf akademiyasining dissertatsiya kengashi raisi Irina Karimovaning bildirishicha, Rossiya Ma'ruf va fan vazirligi qoshidagi Oliy attestatsiya komissiyasi Tojikiston Ma'ruf akademiyasining doktorlik va kandidatlik dissertatsiyalarini himoya qilish bo'yicha ilmiy kengashining faoliyatini to'xtatdi. Ikkinchidan, oxirgi haftalarda Rossiyada tojikistonlik mehnat muhojirlarini yana ommaviy hibsga olishlar boshlandi. Bu Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlarini o'zining iqtisodiy va siyosiy loyihalariga ko'ndirish yo'lidagi an'anaviy bosim vositasi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil qilish Rossiya tashabbusi bilan bo'lgan edi. Rossiya bu bilan sobiq ittifoq davlatlari ichida o'z ta'sir vositasini saqlash va uni kuchaytirishni maqsad qilgan edi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining e'lon qilgan maqsadi quyidagi g'oyalarni amalga oshirish edi. Birinchi, qonunchilikni uyg'unlashtirish. Ikkinchi, tovarlar harakati, xizmat, mablag', ishchi kuchlarining erkinligini ta'minlaydigan yagona bozor. Uchinchi, umumiy bojxona tarifi. To'rtinchi, iqtisodiyot tarmoqlarida muvofiqlashtirilgan, o'zaro moslashtirilgan yoki yagona siyosat. Bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining rasmiy maqsadlari. Rossiyani ushbu ittifoqni tuzishga undagan haqiqiy sabablar quyidagilar. Rossiya Putin hokimiyatga kelganidan so'ng sobiq ittifoq davlatlarini o'z ta'sir doirasida saqlab qolish borasida bir qancha chora-tadbirlar qabul qildi. Buning uchun ushbu davlatlar o'rtasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi ittifoqlar tuzdi. Bir qancha davlatlar o'rtasida bu narsa amalga oshirildi, lekin Ukrainaga o'xshagan davlatlar o'rtasida bu ishni amalga oshira olmadi. Ukrainaning janubiy sharqida yuz berayotgan oxirgi hodisalar o'z ta'sirini saqlash uchun Rossiya nimalarga qodir ekanligini ko'rsatmoqda. Bu Rossiya va AQShning sobiq ittifoq davlatlari o'rtasida o'z ta'sirlarini saqlash yo'lidagi raqobatidan boshqa narsa emas. AQSh bu mintaqada Rossiyaning ta'sirini kuchsizlantirishga harakat qilmoqda. Bunga misol qilib 2017-yilda Davlat departamentining AQSh federal byudjetidan 952 million dollarni Rossiya bosqinchilariga qarshi ajratilganini aytish mumkin. Bu mablag' nafaqat Ukraina, balki Markaziy Osiyo davlatlariga ham tegishli. Bu haqda AQSh Tashqi siyosiy mahkamasi saytida 9 fevral 2016-yilda xabar berdi. Shu sababga ko'ra, Kreml o'z tomonidan ushbu davlatlarda geopolitik pozitsiyasini mustahkamlashni yangi ittifoqlar tuzish orqali boshlab yubordi. Rossiya sanoat davlati emas, balki xom ashyo davlati hisoblanadi. Rossiyadagi mavjud ishlab chiqarish quvvatlari SSSRdan meros qolgan. U esa zamonaviylashtirishga muhtoj. Rossiya hozirgi kunda raqobatlasha oladigan mahsulot ishlab chiqaradigan ahvolda emas. U hamma sohada ortda qolmoqda. Zamonaviy talablarga javob bera olmaydigan mashinasozlik, qurilish texnikasi, elektr maishiy texnikasi, farmatsevtika, oziq-ovqat xizmati va hokazolar. Jamg'arma banki rahbari German Grefgaydarda o'tkazilgan forumda so'zga chiqib bu holatni shunday ifodaladi. Biz raqobatda yutqazdik. O'sishga intilmaydigan yutqazuvchi downshifter mamlakatlar qatoriga kirdik.
Ushbu tariqa sobiq SSSR davlatlari mana shunday tuzilgan ittifoqlar orqali Rossiyaning raqobatlasha olmaydigan tovarlari uchun qulaygina bozorga aylanadi. Undan tashqari, Markaziy Osiyo Rossiya uchun siyosiy va harbiy tahdidlar uchun o'ziga xos oraliq zona hisoblanadi. Shuning uchun har qanday usullar bilan Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga tobe qilishga harakat qiladi. Yuqorida aytilganlardan shu narsa oydin bo'ldiki, bu ittifoq faqat Rossiya manfaatlariga xizmat qiladi. O'rta Osiyo davlatlari uchun esa mutlaqo manfaatsiz bo'lgan sheriklikdir. Turkiston yerlari islom va musulmonlar dushmaniga sotilgan sotqin boshliqlar boshqaruvida qolar ekan, musulmonlar shunday holatda qolaveradi. Undan tashqari, islom kufr davlatlari bilan shunga o'xshagan o'zlarining foydasi uchungina bo'lib, musulmonlar manfaatiga teskari bo'lgan ittifoqlar tuzishni ta'kidlaydi. Islom qonunlarining hayotga qaytarilishi orqaligina jamiyat va davlat Tojikiston musulmonlari boshiga tushayotgan balolar va muammolarga yechim topa oladilar. Aynan islomning iqtisodiy tuzumigina boyliklarni adolatli ravishda bo'lishni ta'minlay oladi. Aynan islomning boshqaruv tuzumigina poraxo'rlikka oid barcha muammolarni hal qila oladi. Or-nomusimiz va mol-mulkimizni himoya qila oladi va faqat undangina Alloh rozi bo'lsin.